Assalomu alaykum Ravshan Uz kanalining obunachilari, Chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari hamda buqa ishqibozlari. Bugungi hafta kunimizga 13-mart 2026-yil. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani. Juma kuni bo'lib o'tadigan mol bozorimizda mayda buqa narxlari bilan bir qator tanishtirib o'tamiz. Videomizga mehmonlar bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Obuna bo'lsanglar, shunda chiqarayotgan videolarimiz birinchilardan sizlarga yetib boradi. Narx-navolar bilan tanishtirishni boshladik bo'lmasam. Mana yosh buqachalarimiz 15 million so'mga 16 million so'm narx aytilyapti ekan. Bozor qanchadan pul berdi aka bularga? 13 dan, ha? Ikkalasini bir joyda 26,5 million qildi-da, shunda ikkalasini bir joyda 13 million so'mga 13,5 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. 6-7 oylik buqachalar aka. 6-7 oylik buqachalar. Aka yaxshimisiz? Sog'lik yaxshi. Telefon raqam qoldiramizmi aka buqachalarga? Telefon raqam shartamasa sotilib ketadi. Sifatli buqachalar ekan mana, sutga to'ygan variantidan. 13. Bo'ylari 1 metr plus bo'lgan buqachalarimiz 6-7 oylik sutga to'ygan, chiroyli holatda qaralgan mollarimiz ekan. 13 million so'm, 13,5 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Ravshanov. Aka yaxshimisiz? Savdoingizga baraka bersin aka, sog' bo'ling. Aka nech pulga chiqdi bu? Molingiz o'zi tushadi aka, o'zi tushmayapsiz. Nech pul savdosi bo'lyapti akalar? 11 million 200 ming so'm. 11 million 200 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan shu buqachamizni. Aytilish qancha? 12 so'radingizmi aka? 12 million so'm narx aytilibdi, 11 million 200 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan shu buqamizni. Olganga ham sotganga ham barakasini bersin aka, sog' bo'linglar. Mana shu molimiz savdosi bo'lyapti ekan. Nech pul savdosi bo'lyapti aka buni? 10 million. Buqacha 10 million so'm savdosi bo'lyapti ekan shu buqachamiz. Yaqinmi ora bratan? Yaqinmi? Ha, ertalabda baraka qiling aka, ish qiling. Rozimisiz? Bering bo'lmaydi. Bir safar siz meni tushuning. Bering aka, jazmaniga bering. Mana sistemda buzoqchamiz savdosi bo'lyapti. Mayda buzoq qidirgan aka-ukalarimizga. Narx-navosi mana. Navoschi. 2 oylik bor ha? Ha? 2 oydan oshib. 2 oydan oshib deyapti, bir 3 oylik bo'lsa kerak-da. Bo'ldimi? Baraka bo'ldimi? Nech pulga bo'ldi aka? 10 million. Olganga ham, sotganga ham barakasini bersin. Mana shu buzoqchamiz 10 million so'mga barakasi bo'ldi mana. Hammaga baraka-da aka, barakasini bersin. Nech pulga chiqdi aka bu? 11,5. 11,5 qilyapti bozor, ha? Bermadi. O'zi qancha so'radingiz, tova? 13 million so'm aytilyapti. 11,5 million so'm savdosi bo'lyapti ekan mana shu buqachamiz. Savdoingizga baraka bersin aka, sog' bo'ling. Bu olacha nech pulga chiqdi aka? 12,5. Bermadingizmi? Qancha? 13 bo'lsa berasizmi? 13 dan kamiga bitadimi? 200 ming foydasini bo'lsin ketadi. O'z oldingiz-a buni tirikchilikka. Qanchaga oldingiz shunda? 12,5 ga oldingiz. 12 million 700 bo'lsa ketadi, ha? Telefon raqam qoldiramiz. Tirikchilikdan yordamsiz shunaqa mollar so'raganga обязательно bozor kuni, juma kunini kutib o'tirmasdan uydan ham savdosi bo'ladigan joylari bo'lib qolsa, juma kunigacha pulini ishlatib qo'yaman. Shunaqa mol bo'lsa olardim degan aka-ukalarimizga-da telefon raqam aka, bozor qiling. 99lik 492 9400. Ismingiz kim aka? G'olib. Manzil qayerda G'olib aka? Sayxunobod. Sayxunobod tumanidan ekan. Mana G'olib akam taniganlar bo'lsa, bemalol qoldirilgan raqamga qo'ng'iroq qilib, mana shunaqa
Novoschilar so'rashinglar mumkin. Savdoingizga baraka bersin aka. Nech pul qildingiz aka? Menga ko'ngilingizda bo'lsa 12,5. 12,5. Yana aka ko'ngilingizda. 12,5 millionga olgan ekanlar akamiz 12,5 million so'm savdosi bo'lyapti. 200 ming so'mdan yeyman dedilar, o'zini puli bo'lib turibdi mana. Aka bu nech pul bo'ldi qizil? Nech pul? 14,5 kami bor. Bozor nima qildi aka buni? 12 million 800 ming so'm savdosi bo'libdi. 6-7 oylik buqachamiz 12 million 800 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan. Savdoingizga baraka bersin aka, sog' bo'ling. Aka bularga nech puldan so'radingiz? Ularga 11 dan 22 so'radi. 11 milliondan 22 million so'm narx aytildi. 20 million 500 qilyapti. 20 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan. Mana shu o'zimizning mesni jaydari buqachalarimiz. 5-6 oylik oyi kuniga buqachalarimizda. Aka telefon raqam qoldirasizmi? Sotilib ketadi, ha? Savdoingizga baraka bersin aka, sog' bo'ling. Bo'ylari 90 sm, 1 metr atrofida bo'lgan buqachalarimiz. Aka bu nech pulga chiqdi? Assalomu alaykum. Yaxshi. Savdolarga baraka bersin. Aka nech pulga chiqdi bu? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 9 million 600. 9 million 600 savdosi bo'lib turibdi. O'z qancha so'radingiz aka bunga? 11 million so'm narx aytilibdi. 9 million 600 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan shu buqachamizni. Bo'ylari 90 plus bo'lgan buqachamiz 1 metr atrofidagi. Joydari shoxtor buqachadan boqaman degan ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Savdolarga baraka bersin aka, sog' bo'ling. Amashilar dalaga Nech pul savdosi bo'lyapti akalar? Assalomu alaykum. 12,800 ga berma. 13 million 200 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan. Barakasini bersin Muhammadjon. Aka ko'k buqa nech pulga chiqdi? Assalomu alaykum. Ayting aka. 8 million qilyapti. 8 million? Bor baraka. Ehtiyot bo'linglar, ehtiyot bo'linglar. Nech pulga chiqdi aka? 10 million 200 qilyapti. 10 million 200 ming so'm savdosi bo'lyapti. Aytilishi nech pul bo'lyapti? Aytilishi 12 deyapti. Kami bor. 12 million so'm kami bor. Biz beramiz. Telefon raqam qoldiring aka. 95lik. 95lik 255 255 74 15. 74 15. Ismingiz kim aka? İsmim Anvar. Anvar aka mollari bemalol qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Yana boshqa mollaringiz ham bor Anvar aka. Savdoingizga baraka bersin, sog' bo'ling. Chiroyli novvosi ekan. 11 million 200 ming so'm. 11 million 200 ming so'm savdosi bo'lib turibdi ekan shu qachamizni. Bo'ylari 1 metr plus bo'lgan. Qoch. Tepaga chiqsin. Hajonida. Fintini ko'rsatyapti Anvar aka molni. O'zi ham qarab turing Anvar aka, bitta qotiraysiz. Like. Ketguncha yo'talmadi. Savdoingizga baraka bersin Anvar aka. Aka nech pul savdosi bo'lyapti ularni sifatchalarni? 26,5 million deyapti aka ikkilar. Ikkalasini bir joyda 26,5 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Aka o'tib ketaylik. Ikkalasi bir joyda 26,5 million so'm savdosi bo'lyapti ekan shu novvoschilarimiz. Bo'ylari 1 metr plus bo'lgan bular ham 1.5 1.10 atrofida bo'lgan novvoschilarimiz. O'z qancha so'radingiz aka? 27,5 berilgan. 27,5. 23 million? Yo'q, 26,5. 26,5. Ha.
26,5 million so'm savdosi bo'lib turibdi ekan. O, kalta ushlang boy aka. Savdozga baraka bersin aka. Sog' bo'ling. Bu necha pulga chiqdi aka? Bu 16 ga chiqdi aka. 16 million so'm savdosi bo'lib turibdi. O'zi nima so'radingiz aka buni? 18 so'rayapman. 18 million so'm narx aytilyapti. Ustiga yursam beraman. 16 ning ustiga ozmas yursa bitib ketadi-a? Ketadi. 16 million so'm savdosi bo'lyapti ekan mana bu qochamiz. 1 yashar bu qochada aka? 1 yasharlikda. Telefon raqam qoldirasizmi? Shartmasa sotilib ketadi. Savdongizga baraka bersin, sog' bo'ling. Qolyapti, o'zi keladi. Bitib qoldi o'zi. Bu sariq necha pulga chiqdi aka? 15,5? 15,5 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Buni ham bo'ylari 1.10, 1.15 atrofida bo'lgan bu qochamiz. Savdongizga baraka bersin aka. Aytilishi necha pul bo'lyapti? 16 so'radik, 18 million so'm narx aytilyapti ekan. 15,5 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Ravshan Uz aka. Ha, YouTube'da. Mana shu qochamiz mana 15,5 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Aka savdongizga baraka bersin, sog' bo'ling. Sobir aka necha pulga chiqdi? Sobir aka savdo qilyapsizmi? Necha pulga chiqdi aka bu? 13,5 savdosi bo'lib turibdi, bermadingiz. Qancha bo'lsa bitadi deyapsiz? 14 dan oshsa bo'ylari 1.15, 1.10 atrofida bo'lgan bu qochamiz. 13,5 savdosi bo'lyapti. Astodil 13,5 million so'm yaxshimiz savdosi bo'lib turibdi ekan shu qochamiz. 14 bo'lsa bitib ketadi, astodil 14 bersa ketib qoladi, xudo xolasa. Bo'ylari 1.15, 1.10 sm atrofida bo'lgan 1 yasharli novvozchamiz. Savdongizga baraka bersin aka, sog' bo'ling. Aka bu necha pulga chiqdi? Yaxshimisiz? 18 million so'rayapsiz. Bozor nima qildi aka? 15 qildi, bermadingiz. Qayerdan mol aka bu? Sirdaryoning molimi? Juda ham chiroyli holatda boqib qo'ygan ekanlar akamiz. 200 kiloli buqani fonini berib turibdi janavar. Kichkina yana buqacha. Telefon raqam qoldirasizmi aka? Telefon raqam qo'yasizmi? Buqachaga? Bo'lsa-da. Hayır, qoldiraman. Necha raqam qo'yasiz? 90lik 90lik 242 96 12 raqamga qo'ng'iroq qilinglar. Mana shu shved buqachamizni egasi bilan bog'lanib batafsil ma'lumotlarni olishinglar mumkin. Mana shu akamiz tanigan bilganlar bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilib savdo qilishinglar mumkin. Yedirishga garantalari bor aka. Savdongizga baraka bersin, sog' bo'ling. Aka necha pulga chiqdi bu? 16 dan silab beringlar deyapti. 16 dan silab beringlar deyapti. 18 kami bor. 18 million so'm kami bor. Bo'ylari 1.15, 1.10 sm atrofida bo'lgan qochamiz. Bu ham bellari uzun, chiroyli holatdagi buqa ekan bu ham. Aka savdongizga baraka bersin, sog' bo'ling. Yaxshi novvozchi ekan boqishga, bellari uzun. Boqqan odam baraka topadigan mol ekan. Manzilimiz Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumani. Bemalol kelib savdo qilishinglar mumkin. Har hafta juma kuni bo'lib o'tadigan bozorimiz. Aka qora buqa necha pulga chiqdi? 14 million so'm savdosi bo'lyapti ekan bu qochamizni ham. Aytilishi necha pul bo'ldi aka buni? 16. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimiz aka. 16 million so'mlar aytilyapti, 14 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Ozmoz yursa bitib ketadi. Savdongizga baraka bersin aka, sog' bo'ling. Yedirishlarga garantalari bor, ha? Oqsil tegmaganmi bunga? Yo'q, o'tganmi oqsildan chiqqan? Yo'q, ha, toza, barakasini bersin aka. Savdongizga baraka, sog' bo'ling. Tog'ab ola necha pulga chiqdi? Assalomu alaykum. Necha pul savdosi bo'ldi buni? 16 million so'm savdosi bo'lib turibdi, bermadingiz, ha? O'zingiz qancha so'radingiz? 18 million so'm. 18 million so'm narx aytilyapti ekan. 16 million so'm savdosi bo'lib turibdi ekan shu novvozchamizda.
Savdoingizga baraka bersin, tog'a, sog' bo'ling. Bu necha pulga chiqdi aka? Qancha? 14 million 200 ming so'm. Savdosi bo'lyapti ekan shu qachamizni. O'z qancha so'radingiz? 17 so'radik kami. 17 so'radingiz, kami bor. Yursa beraveramiz aka. Bo'ylari 1.5 1.10 sm atrofida bo'lgan novvoschamiz. 1 yashardan o'tgan-a, 1 yashar. 1 yoshga to'lmagan 9-10 oylikda. Savdoingizga baraka bersin aka, sog' bo'ling. Bu necha pulga chiqdi aka? 100 kam 15. 14 million 900 ming so'm savdosi bo'lyapti shu qachamizni. Aytilishi necha pul bo'ldi aka? 17 kami bor. Savdoingizga baraka bersin aka. Egasini qo'shib. Ha, egasi ham tushyapti-ku mana aka. Jo'raka aka, qandaysiz aka? Mana bozorda qo'shnilar ko'rishib qolishdi. Savdoingizga baraka bersin boy aka, sog' bo'ling. Necha pulga chiqdi aka bu? Qancha? 14 qilishdi aka. 14 million savdosi bo'ldi, bermadingiz. O'z qancha so'rayapsiz? 16 so'rayapti. 16 million so'm. Shved rangli buqamiz. 16 million so'm narx aytilyapti, 14 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Buni ham bo'yi o'sha stabilni qolgan buqalarga o'xshab 1.5 1.10 sm atrofida bo'lgan novvoschamiz. Savdoingizga baraka bersin aka, sog' bo'ling. Ayda endi hozir men ham so'rab ketaveraman. Aka bu necha pulga chiqdi? Assalomu alaykum. 20 million? 21 million. 21 million savdosi bo'lyaptimi? 21 million so'm. Bu nima zot aka? Limuzin zot, a? Tozasi? Buni pechati ham bor ekan, ha? Qulog'ida birkalari bor ekan. Necha raqam aka? Juda mayda ekan, mana rossiyskiy ru yozilgan pechatlari bor ekan qulog'ida. Limuzin deyishyapti. 21 million so'm savdosi bo'lyapti ekan, berilmabdi bu qamiz. Necha pul so'radingiz aka o'zingiz? 25 million so'm narx aytyapsiz. Telefon raqam qoldiramizmi aka? Necha raqam qo'yamiz? 33lik 029 67 raqamga qo'ng'iroq qilsanglar, mana shu novvoschamizni egasi bilan bog'lanib, batafsil ma'lumotlarni olishinglar mumkin. Qayerda mol aka bu? Guliston? O'zimizning Guliston shahardagi-a? Bayovut Razes. Birinchi Bayovutda. Limuzin zotli buqamiz tushibdi mana. Egasi limuzin deb aytyapti. 25 million so'm narx aytilyapti. 21 million so'm savdosi bo'lyapti. 7-8 oylik bormi aka? Oy kuni. 4 oylik? Ha, buzoqcha ekanda, o'zimizni mesinlarga solishtiribman-da buni oy kunini. 4 oylik buzoqcha ekan. Bo'ylari 1.10 1.15 sm atrofida bor. Savdoingizga o'lchagansiz-a? Bo'yi o'lchangan ekan, 1.22 sm chiqqan ekan shu g'unojinimizning bo'yi. Ya bu qochamizni bo'yi uzun, g'unojin deb adashib ketdik. Savdoingizga baraka bersin aka, sog' bo'ling. Videomiz yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizda mehmonlar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Obuna bo'lsanglar, birinchilardan chiqargan videolarimiz sizlarga yetib boradi, ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Qimmatli vaqtlarni ajratib videomizni tomosha qilganinglarga rozi bo'lasizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.